Hurmatli talabalar, bugun biz o'tadigan mavzumiz funksiya hosilasi, bino tadbirkori va pedagogikasi aniq va tabiiy fanlar fakulteti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Donayev Nuriddin Yo'ldoshevman. Demak, funksiya hosilasi qanday? Hosila yordamida tarif yordamida tekshirish nimalarimiz bor, hammasini batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, funksiya hosilasining tarifi. Birinchi tarifini berishimiz kerak. Y barobar fx funksiya AB intervalda berilgan bo'lib, x0 shu intervalning biror nuqtasi bo'lsin. Bu x0 nuqtada x orttirma x0 plus x ab berilgan funksiyaning orttirmasini topamiz. Ya'ni quyidagicha y teng fx teng fx0 plus x minus fx0. Bu funksiya orttirmasi delta y deb belgilaymiz. O'shanki funksiyaning orttirmasi x ga bog'liq bo'ladi. Tarif agar mavjud demak delta mavjud va chekli bo'lsa, bu limit fx funksiya x0 nuqtasidan hosilasi deyiladi. Ya'ni qisqaroq tarif beradigan bo'lsak, funksiyaning orttirmasining argument orttirmasiga 0 ga intilganda, argument orttirmasining 0 ga intilgandagi limitiga berilgan funksiyaning hosilasi deyiladi va buni f'(x0) kabi belgilanadi. Demak, quyidagicha mana. Demak, biz hozir aytgan tarifimiz f'(x0) teng limit delta x 0 ga intilganda funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbati teng limit delta x 0 ga intilganda funksiya orttirmasi suratida, ya'ni fx0 plus delta x minus fx0 taqsim delta x, demak berilgan funksiyaning hosilasi ekan. Agar x0 o'ngdan intilsa, ya'ni quyidagicha belgilash bo'ladi. Chapdan intilsa x minus x0 bilan belgilaymiz. Ya'ni biz f'(x0) teng limit delta x 0 ga intilganda fx minus fx0 x minus x0. Mana ikkinchi bu ko'rinishi funksiyaning hosilasining. Endi misol bitta berilgan bir funksiya berilgan bo'lsa, funksiyani shu nuqtada tarif bo'yicha hosilasini topish masalasi qo'yilgan bo'lsin. Buni birinchi misol deydigan bo'lsak, berilgan funksiyaning hosilasini toping. Mana shu birinchi orttirmasini topamiz. Qarang. Orttirmasi f, ya'ni delta f funksiya orttirmasini mana formulasiga qo'yadigan bo'lsak, 1 plus delta x minus f1 1 plus delta x kvadrati minus 1 kvadrati. Bu kvadrat a minus 1 kvadrati bo'yicha, bu a plus 1 kvadrati bo'yicha ochiladi va minus 1 kvadrati 1 ga teng. Va bu 1 bilan mana bu yerdagi bir yechib ketadi. 2 delta x plus delta x kvadrati qoladi. Endi bu yerda shu funksiya orttirmasini delta x ga bo'lamiz. Qarang. Delta f taqsim delta x, demak delta x ga bo'lsak, delta x ni umumiy qilib chiqarib olamizligi 2 plus delta x. Delta bilan delta x lar qisqarib ketadi. Va bu demak limit delta x 0 ga intilganda f taqsim delta x, limit delta x 0 ga intilganda 2 plus delta x teng 2 ga teng ekan. Ya'ni bu y barobar x kvadrat teng delta x 0 ga intilgandagi hosilasini topyapmiz mana bu yerda. Endi xuddi shunday mana bir taqsim x ni tarif bo'yicha demak hosilasini topadigan bo'lsak, u holda mana formulaga funksiya orttirmasini formulasiga qo'yadigan bo'lsak,
u holda mana bu yerda umumiy mahraj beramiz lekin quyidagi ko'rinishda oladi. Minus oldiga chiqadi. Delta x taqsim x plus delta x bo'ladi. Ya'ni buni f delta x ni delta x ga bo'ladigan bo'lsak, delta x qisqarib ketadi va quyidagi natijani olamiz. Bundan esa keyingi tenglikka o'tadigan bo'lsak, u holda minus 1 taqsim x kvadrat hosil bo'lyapti. Delta x noldan kelib ketadi va x ga x ko'paytirsak minus 1 taqsim x kvadrat. Demak, 1 taqsim x ning hosilasi minus 1 taqsim x kvadrat bo'lib chiqyapti. Bu ta'rif bo'yicha isbotlash hosiladi. Hop. Hosillarni bir qancha formulalari ham bor. Mana formula hosillar jadvalini keyingi mavzularimizda hosillar jadvallarini o'tib beramiz. Mana bilan e'tiborlaringiz uchun rahmat. Hosillar jadvalini yaxshilab o'rganamizda keyingi mavzumizga o'tamiz.